Sharqi Turkistonda millionlagan Uyg'urlarning turmalarda tutilishi bilan uy chaqisiz qolgan balalar xitoylashtirilyotir. Egilgan xabarlarda Qashqarda hamma uy degidek saqchilar tarafidan taqilib tamg'i besilgandan keyin ota-onasi qolgan Uyg'ur balalar Xitoy tarbiya markazlariga majburiy ib berilib tarbiyalanmoqda. Yaqinda Qashqarga borgan bir sayohatchi hamma soqchi va askarlar bilan to'shib ketganligini, do'kon va bozorlarning asosan taqoq ekanligini yetkazdi. Bangladesh xalqi Sharqi Turkistondagi Xitoy zulmlariga qarshi cho'ng ko'lamli namoyish o'tkazdi. Xitoyning Sharqi Turkistondagi inson qalbidan chiqqan zulmlarga va 3 million kishining Xitoy lagerlarida tutuqlanganligiga qarshi norozilik bildirdi. Namoyish Bangladeshning Islomiy Andolon tashkilotining boshchiligida poytaxt Dhokada o'tkazildi. Erkin Asiyaning xabariga asoslanganda 10 sentyabr kuni kishilik huquqni ko'zatish tashkiloti zo'r hajmdagi maxsus dokladini e'lon qilib, lagerlarning ikki qismidagi ahvollar, uningda ko'zlanayotgan mudda va boshqa masalalar haqida tafsiliy ma'lumotlar berdi. Ideya va kasallikni yo'qotishda mavzu qo'yilgan mazkur dokladni kishilik huquqni ko'zatish tashkilotining xodimi Mangmaya tayyorlagan bo'lib, butkul doklad 6 bobga bo'lingan. Bu dokladda oldi bilan Uyg'urlar diyorining umumiy ahvoli haqida tushuncha berilib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga zulm selishni maqsad qilgan hozirgi siyosat va tadbirlarning tasaddubi o'ttirg'i chiqib qolgan hodisa emasligini, buning Xitoy hukumati o'tgan 60 yil mobaynida o'xshamagan darajada ijro qilib kelgan Uyg'urlar qarshi siyosatlarning eng yuqori pallasi ekanligi aniq va oddiy shaklda tushuntirildi. Ondan Uyg'urlarni Xitoy davlatiga mayil qilishni ko'zlagan qattiq zarba berish harakatining lagerlar qamalayotgan millionlagan Uyg'urlarni qanday qiynab va bostirishlarga mahkum qilayotganligini sistemalik bayon qilgan. Avstraliya dengiz armiyasi dengiz yo'li bilan Gaza to'sig'iga 7-chi qatim bosib kirgan falastinliklarga o'q chiqarib hamda yosh oqizish bombasi etib to'sdi. Avstraliya askarlarining harakatida bir muxbirni o'z ichiga olgan 49 falastinlik yaralandi. 7 sentyabr Ostonada o'tkazilgan Suriya masalasini muzokara qilish yig'ini oxirlashgandan keyin Eron prezidenti Ruhoniy, Rossiya prezidenti Putin va Turkiya prezidenti Erdo'g'an birlashib bayonot e'lon qildi. Bayonotda 3 davlat Suriya davlatining asosiy huquqi, mustaqilligi, birligini va davlat tuprog'ining butunligiga shundaqla Birlashgan Davlatlar qonuniga bo'ysunishga nihoyat keskinlik bilan davomli kuch chiqarganligini, barliq taraflarning bu prinsiplarga hurmat qilish kerakligini ta'kidladi. 5 sentyabr Xitoyning Xinan shahrida ochiq-oshkor holda kiris va Tavrat ko'ydirildi. Xitoy hukumati qaytadan boshlagan chirkovning kirislarini ep tashlash harakatida Xinandagi 4 mingga yaqin chirkovning kirislari va bir necha chirkov cheqib tashlangan. Yerlik poplarning deyishicha nurg'un chirkovlarning kirislari cheqilib qolmasdan, mol-mulklarimi majburiy musodir qilingan. Xitoy hukumati yana chirkovlarga davlat bayrog'ini ostirib, quramiga yetmaganlarning kirishini cheklagan.